mashina zo'r aka. Baxti nima deysan? Zo'r mashina ekani, oilang katta bo'l. Nima qilibdi? Bosib yuboraymi? So'rab o'tirasanmi? Og'ayni boz mashina, zo'r mashina ekan, senga yarashadi-deb. Zo'raydi. So'ragan ham xo'jalik. Mashina otgan ekansiz. Ortsa bir 200 dollar pul berib turdi. Mayli, og'ayni, mana 200 dollar. Joning sog' bo'lsin. Og'ayni xijolat shuni 300 qilib berib tura olmaysanmi? Tinchlikmi o'zi? Onamga bu narsa olmoqchi edim-da. Onalarga qaragin mayli. Baraka top. Og'ayni ol lekin zo'r mashina. Baxti bu narsa degan san ham jim turmasdan. Zo'r mashina, zo'r so'rab o'tirman. Nima qilasan bundan so'ra? Mashina senga yarashaveradi, o'rta. Nima deyishqa? Bo'ldi. Aforimni qilib beringlar, mana olib chiqib beringlar, olamiz bitta. Og'ayni, nima betga kirdi? Tinchlikmi o'zi? Kelining telefon qilibdan uyda lampochka kuygan ekan, shu lampochka olinglar. Oka, ikkita yaxshi lampochkangizdan berib yuboring. Yor, yaxshimisan o'rtoq? Bu san oldinga o'taman deb o'tdim. O'rtoq ozgina puldan yordam qilib tur, imkoning bo'lsa. Tinchlikmi o'rtoq? Nima bo'ldi? Keliningni mazasi yo'q edi, men senga ko'rsatmoqchi edim. Bo'ldi, o'rtoq, joning sog' bo'lsin. Nafasi yo'q. Mana o'rtoq bu yerda 2 million pul, lavoli yetmasa, Yo'q, yetadi, rahmat, qaytaraman shu pulni. Rahmat katta aka. Mahallada bitta okaxonimsiz aka. Shunga puldan yordam qilib bering. So'ramagan odamim qolmadi. Tinchlik ukam, necha pul kerak? Tinchlik 1,5 ming. Bo'ldi, mana ukam, ishlarni bitirgin. Rahmat. Menga qara. Qala tura olmasmisan sen? Qayodek bolasan lo'qib ketyapti. Yuzingga qarab adab ketyapti-yu. Bir indamadim, ikki indamadim. O'rtoq bo'ldi, bo'shashmagin, bundan pushroq bo'lgin, ha? Og'ayni shoshma, mani va'dam bor. Qanaqa va'da?